qon ko'zimga ko'rinma. Aka, Yerlamayapti. Qanday chekib yuribdi joyi? Yo'qol o'zingni o'zing ko'r. akajon. Ha, uka, meni qo'limda ishlayapti. Qayda borganmi? Bo'ldi, ertadan ishga chiqmaydi. Aka chaqiribsiz. Mashinani tashlab ket, meni mashinam ustida. Shu mashinada kira qilib turdim. Aka, qizimni qorni ochib ketdi. Qarzga bo'lishga berib turing. Akangiz qarzga bermaganmidilar? Akangiz aytdilar, qizingizni boshqa bog'chaga o'tkazarkansiz. Xo'p, opa. Ukam to'g'ri tushun. Akamga qilmagin deb aytgan. Men tushundim, opa. Sani deb ukamni ko'chaga haydadim. Buncha bag'ri tosh bo'lib ketyapsan. Opa, siz aralashmang, u meni ham ukam. Adajon, qornim ochib ketdi. Hozir ona qizim ovqat olib keldi. Ada, mazam bo'lmayapti. Qizim, nima bo'ldi senga? Yo'q. Aka, nima meni qiynaysiz? Menga rahmingiz kelsa, ishingizga rahmingiz kelsa, aka. Shunaqa kelishingni kutuvdim, ukajonim. Meni ko'zim ochuvligida 10 kun bo'lsa ham hayot qiyinchiligini ko'rgin dedim. Lekin men tirik ekanman, sen xor bo'lmaysan. Meni yengdi ekanida. Seni yaxshi ko'raman, ukajonim. Ukam jonim, Endi men xotirjamman. meni mehribonim.